Hop. Ko'rdinglarmi? 1 2 1 2 hop. Qaytaramiz. 1 2 1 2 hop. Oyoqlarimizni endi tizzamizni ko'tarib, mana shu holatda ko'taramiz mana. Hop. Ko'rdinglarmi mana? Yonboshchasiga ko'rsatib qo'ying mana. Mana. Shu holatda ko'taramiz mana. Shu holatda ko'tarib yotamiz mana. Ko'rdingizmi? Mana. Tizzalarimizni ko'taramiz mana. Endi mana shu holatda qaranglar. Tizzalarimizni ko'tardik, o'ng tomonga tashlaymiz. Shu holatda mana. Mana. Tizzamizni ko'taramiz, o'ng tomonga tashlaymiz, o'ng tomonga. Mana shunday qo'llarimizni yonboshga qilgan holatda mana. 1 chuqur nafas chiqaramiz. Chiqarib olgandan keyin yana joyiga qaytaramiz. Chap tomonga tashlaymiz endi. Aka, belimiz tortiladi, cho'ziladi. Bel umurtqasi. Mana shu holatda. O'zimiz billa qaramaymiz. Yelkamiz joyida turadi.